Assalomu alaykum hurmatli mijozlar, stadion qurdirganlar va qurdirmoqchi bo'lganlar. Sizlarga bitta chiroyli maslahatni bermoqchiman. Xudo xolasa maslahatimiz xayrli bo'ladi, ko'pchilikka foydali bo'ladi. Stadion qurdirganlar biladi, qurdirmaganlar uchun stadionimizning gazonlari 4 metrlik rulonda bo'ladi. Rulonlar bir-biriga ulanayotganda bizni uslubimizda tikib turib ulanadi. Endi hozir ko'pchilik ustalar yo'q tiksa pichirib ketadi, hech qanchaga bormaydi deb kilaylashni tavsiya qilishyapti. Sababiki o'zi asli tikishni bilishmaydi. Endi mana bu kilaylangan chok sizlarga ko'rsataman. Mana itlar ochilib ketgan, 1 yil bo'lgan bu stadionga. Ochilib ketgan.